bajgirlar ve başka günahkar deb qaralğanlar hamisha Hazreti Aysa'nın etrafıga oluşup, onun təlimini anlaytdı. Parisler bilen Tevrat ustazları oduldushib. Bu adam nemişqa doim günahkarlarını qarşı alıdı ve ular bilen bir dastanda olturdu, deyishdi. Şuna Hazreti Aysa bu haqda ularga mundaq bir temsilni so'zlab berdi. Agar ishinglarda bireylarning 100 tuyoq qo'yi bo'lib, uningdan biri yo'qolib ketgan bo'lsa, u qandoq qiladi? U jazman qolgan 99 qo'yni o'tloqqa tashlab, eliqi yo'qolgan qo'yini tepilguncha izlaydi. Tepib olganda intayin xursand bo'lib, qo'yni mursiga ortib, uyga elib keladi. Ondan qo'lim qo'shna, yor birodarlarni chaqirib, ularga yo'qolgan qo'yimni tepib olganimga intayin xushalman, tabriklayli, deydi. Mana shuningga o'xshash, to'g'ri qilgan bir gunohkor uchun bo'ladigan arishdiki xursandlik, to'g'ri qilishi hojatsiz bo'lgan 99 odil kishi uchun bo'ladigan arishdiki xursandlikdan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, agar bir ayolning 10 dona qimmatli kumush tangisi bo'lib, uningdan birini yo'qotib qo'ysa, qanday qiladi? U jazman chiroqni yondirib, uyni supurib, toki tangi tepilguncha hamma yana zang qo'yib, oqtirib chiqadi. Navoda tepib olsa, qo'lim qo'shna, yor birodarlarini chaqirib, ularga yo'qotib qo'ygan tangamni tepib olganimga intayin xushalman, tabriklayli, deydi. Mana shuningga o'xshash, Xudoning farishtalarimi har bir gunohkorning to'g'ri qilgani uchun intayin xushal bo'ldi. Hazreti Aysa so'zni davomlashtirib mundaq dedi. Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Kichik o'g'li otasiga, "Ota, menga tegishli miroslarni hozirlab bergaysiz", debdi. Otasi mol mulklarini 2 o'g'liga bo'lib berdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'li o'ziga tekkan mol mulklarni yig'ishtirib, yiroq bir davlatga berib, u yerda mol dunyosini xolig'inicha buzib kechib, ishratlik turmush kechiribdi. Uning puli tugab, beshiga kun tushganda, dal u yerdimi eg'ir ocharchilik yuz beribdi. Shunga u qo'saq beqish uchun shu yerlik bir kishiga madkor bo'lishga majbur bo'libdi. U kishi uni o'z qo'rig'ida cho'shqa boqtiribdi. U cho'shqaga berilgan purchoq posti bilan qo'sqni to'ydirmoqchi bo'libdi, lekin unimi hech kim bermabdi. Keyin u ahliga kelib, otamning madkorlarining hammasining yemak ishmigi eshib turibdi. Men bo'lsam, bu yerda ochlikdan o'lamdiman. O'rnimdan turib, otamning oldiga berib, "Ota, men Xudoning oldidimi, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman. Meni madkorlikqa qabul qilgaysiz, deyman", deb o'ylabdi. Shuning bilan u otasining oldiga qaytib beribdi. Otasi o'g'lini yiroqdan ko'rib, uningga ichi og'rib, oldiga yugurib chiqib, uni chin quchoqlab, so'yib ketibdi. O'g'li, "Ota, men Xudoning oldidami, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman", debdi. Biroq otasi chakarlarga darhol eng isil tonni akilib, uningga kiydiringlar, qo'lga uzuk selinglar,
atlarga ayak kiydiringlar. Ondan rasa bodalgan topaqni ekilib soyunglar. Uni ziyafat qilib kutib olayli. Chunki o'g'lim o'lib tirildi, yo'q qilib tepildi, debdi. Buning bilan hammaylar xushal xuram yeb ichishib, ko'ngil ichishibdi. Bu chaqda cho'ng o'g'li etizga ketgan ekan. U qaytib kelib etib, uyga yaqin kelganda nag'minavo ovozini anglabdi. U chakarlardan birini chaqirib, uningdan nima ish bo'lganligini so'rabdi. Chakar, iningiz qaytib keldi. Dadingiz uning tinch amon qaytib kelganligini ko'rib, bodalgan topoqni so'ydi, debdi. Biroq cho'ng o'g'li intayin xafa bo'lib, uyga kirishni xohlamabdi. Otsi chiqib uni uyga kirishga undabdi. Lekin u otsiga, qarang sizni, men sizga shuncha yil quldak ishlab keldim. Buyruqlaringizga xiloflik qilmadim. Siz menga nima berdingiz? El og'inlarim bilan birer ketim o'ynab kulishga, birer o'g'loqni so'yib berganingiz yo'q-ku. Lekin mol mulklaringizni poyishiga pusib chechib, tugitib qaytib kelgan u o'g'lingizga bodalgan topoqni so'yibsiz, debdi. Ey o'g'lim, sen doim mening yenimda. Mening borlig'im seninki. Lekin sening ining o'lib tirildi, yo'q qilib tepildi. Uni ziyofat qilib kutishimizga tegishlik, debdi otsi uningga.